hisob turingda. Aha. Koreyani Mijunji viloyatida Junsan degan bola dunyoga keladida, u katta bo'lib Junman degan qizni yaxshi ko'rib qoladi. Aha. Ikkalasi turmush qurganlardan keyin ularda farzandi tug'iladi. Juncha. Davom ettiring. Keyin haligi juncha katta bo'lib junliga aylanadi. Junli keyin ustozi Serjundan qilichvozlik, nayzavozlik sirlarini o'rganib, dushmani Kirjunni o'ldiradi. O, yashang. Dushmani Kirjunni o'ldirib, qirolning qizi Junboshni yaxshi ko'rib qoladi-da. Keyin Junli Junboshga sovchi jo'natsa, qirol Jundor qaliniga 100 qop tuz bersin deydi. Aha. Koreyadagi qalinda ahvolni qarang. Ha, tuzni qiymatini qarang. Mana shu holat bizga ham kelib qolsa, Ha. mashinani bagajiga 5-6 qop tuzni solib olib, Aha. qizlarni oldiga borib olib, Aha. yuring gaplashaylik, tuz bor. Yotlangan. Bu qolgan bo'lmaysiz deb tursangiz-da. Ammo boshlab bersam yaxshi olib qochdingiz. Mabodo siz Koreyada tug'ilib qolganingizda sizdan jumon chiqmasdi-yu, chumon chiqardi-da.